Bugun elektr energiyaga bo'lgan talab va ehtiyojini qoplash, ishlab chiqarishga zamonaviy va yuqori samarador texnologiyalarni joriy etish maqsadida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Qashqadaryo viloyatidagi Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida ham quvvati 1065 megavat bo'lgan yirik va zamonaviy energiya bloklar qad rostlamoqda. Qizg'in qurilish jarayonlaridan hamkasbim xabar beradi. Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida davlatimiz rahbarining qarori asosida umumiy quvvati 1065 megavat bo'lgan ikkita bug' gaz qurilmasi bunyod etilmoqda. 2023-yilning iyul oyida qurilish ishlari boshlangan bo'lsa, bugun energobloklarning asosiy qurilmalari o'rnatilib, qurilish jarayonlarining qariyb 80% bajarildi. Qiymati 944,87 million AQSh dollari bo'lgan ushbu loyiha Ispaniya va Yaponiya davlatlarining xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan bo'lib, qurilish bunyodkorlik ishlariga Turkiya va Hindiston davlatlarining mutaxassislari ham jalb etilgan. Ikkita gaz turbinasi Yaponiyadan kelgan, ikkita bug' turbinasi, ikkita Nutrexen kotyol, gaz kompressor, bunlarga taalluqli transformatorlar, yardımcı sistemalar, su tazeleyiş sistemleri, 500 kilovolt pastansiya, 220 kilovolt yana liniya bilan pastansiya quriladi bu proyektda. Kapasite 9 megawattdan 1100 gacha bo'ladi proyektimizin. 83% ishlarimiz bajarilgan. Proyektimizin tugatish vaqti shu yilning 2025 yilining sentyabr oyina keladi. Ushbu loyiha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki, O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining kredit mablag'lari evaziga moliyalashtirilgan bo'lib, qurilish jarayonlarida eng zamonaviy, tejamkor, kam yoqilg'i sarf qiladigan texnologiyalardan foydalanilmoqda. Ko'pgina loyihalarda chiqindilar bor. Atmosferaga tashlanadigan yo bo'lmasa chiqindi suvlari bo'lishi mumkin. Bu loyihada eng oxirdagi suvni qayta ishlatib, o'z ehtiyojlariga ishlatib, oxirdagi qoladigan cho'kindilarni ularni utilizatsiya qilish masalasi turibdi. 12 gektarlik maydonni egallagan bug' gaz qurilmalarini bunyod etish ishlariga 200 ga yaqin maxsus texnika, 4000 dan ortiq muhandis va ishchi xodimlar jalb etilgan. Ularning qariyb 800 nafarini xorijiy mutaxassislar tashkil etadi. Qurilish jarayonlarida texnologik uskunalarni o'rnatish, mustahkamligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Ayni vaqtgacha bug' va gaz turbinalari, ularning generatorlari hamda parraklari, bug' turbinasining yuqori va o'rta bosim silindrlari singari asosiy qurilmalarni o'rnatish ishlari nihoyasiga yetkazildi. Yangi bug' gaz qurilmalarini ishga tushirish orqali bu yerda yiliga qo'shimcha qariyb 8 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Talimarjon issiqlik elektr stansiyasining quvvati 1965 megawattga yetkaziladi. Yangi tejamkor texnologiyalarning ishga tushirilishi natijasida unumdorlik koeffitsiyenti 55% dan oshadi va bir yilda 600 million kub metr gaz tejalishiga erishiladi. Atrof muhitga tarqalayotgan zararli moddalar miqdori 4-5 barobarga kamayadi. Ushbu loyiha nafaqat Qashqadaryo, balki Samarqand, Surxondaryo va Buxoro viloyatlari iste'molchilarini, Qarshi magistral kanalidagi 7 ta nasos stansiyasini va yana ko'plab aholi punktlarini ishonchli elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Zamonaviy bug' gaz qurilmalari ishga tushirilgach, 112 ta yangi ish o'rni yaratiladi.